rahmat. Mana shu o'quvchilar edi. Kichkina bola edi, qo'liga kelganda. Mana hammasi hozir kopkatli yigit qiz, quda andali boshqa. Shu bugun sizlarni yig'ib bir bilan diydor ko'rishaylik, o'tganlarni eslashaylik, bir-birlarini ko'rishaylik. Ayrimlar mana 30 yil birinchi marta ko'rishyapti. Sizlarni ko'pchiliklar hatto hamma qolishyapti o'quvchilaringlar. Demoqchimanki, shu kelganingiz katta rahmat, shu bugungi shu maylingizni ochilib yo'lamsayda, mana endi bir dekada sizga shu Ramzan akanga, mana Azizga, oqsoqollarga bir dekada so'z bersanglar, deb gapirsanglar. Biza shu sizlarni suhbatlarni, duolar olib keldik. Oldinda ham sizlar umringiz uzoq bo'lsin, oramizda xato qilmasin. Mana shu nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizni yetingizni sizlarga boshqa qadaqi bo'lsanglar, shuning uchun so'z rahmat sizga edi. Bu hozir Haskilik qo'mitamizga betiga ozgina bir maylisi keyin ozgina bir choyimiz bor, choy ichgan bo'ladi. O'tirib gapiringlar. O'tirib gapiringlar. Ha, o'tirib. O'quvchilar, sobiq o'quvchilar bularni bugungi yig'ilishinglar bilan mana 30 yil o'tdi bitirganinglarga yana 17 yoshda bitirgansizlar, hammanglar 47 yoshga kiribsizlar, 2 yildan keyin yarim asrga ko'rasizlar. Shu ulug' yoshinglardan tabriklayman. Amin. Hammanglar umringlar uzoq bo'lsin, qo'sha qaringlar, bolalarni rohatini ko'ringlar, ishinglarni rivojini bersin. Allohu akbar. Rahmat. Rahmat. Azizga birodarlar bismi o'qishlaringizga mayli singillaringiz, ukalarimiz hamma salomat bo'lsin. Mana 50 yoshga kirib qolibdi endi. Yana tag'in bir 50 yil yashasa, shu berdagi bola chaqa nevara chevara bo'lib, to'y tomoshalar qilib, hammasi baxtli, saodatli bo'ladi. Yaxshi kunlarda, yaxshi umidlar va shu ulug' ayyom kunlarda sog' salomatlik yetilishi Alloh nasib etsin. Endi shu bolalarni bir qismatga kitob ushlashni o'rgatgan opamiz borlar. Maylimi? Albatta, hazrakam o'qiganlar rahmat o'tib ketsa, Qur'on o'qidinglar deganimizda yana o'qiymiz lazim. Keyin davom ettirgan opamiz borlar, ma'mur qilib mana. Kichkina bola, birinchi qazoqashlar ketdi. Yaxshi o'qimasangiz turib ketardi. Aytgani bor. rahmat. Kullu bilan olganda kullu bilan qo'lini qo'yib bo'lmadi. Sinfda yig'lab xayrlashib ozgina darsinglar shularni yana o'qityapti so'raganman. Hech bo'lmasa tarixdan o'qib turing, 2 soat ko'rsam turib chiqaylik. Yani iloji bo'lmagan, mayli umringlar uzoq bo'lsin. Hammanglar baxtli bo'ling. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar. Bolalaringlarni rohatini ko'ringlar. Navara to'ylarini ko'rish nasib etsin. Mayli, baxtli bo'linglar. Endi ayrim sabablarga ko'ra bitta hozirda amman bir ayrim. Avvalda 70-yilda bizga 10 bolalar. Rahmatimiz hozir nima sabablarga ko'ra kechra qoldi, ko'p bolalar yaxshi yoqib qo'shilarlar. Shularni ko'rganimdan juda xursandman. Rahmat.
Rahmat, mana hammasi o'tiribdi, bitta dars berib qo'ydi. Yana ham xursand bo'ldim. Rahmat. Antarlar masala beraveraymi? Hali javob chiqar. Rahmat. O'zim topshirib yozib beraman. Tez ko'chiring. Endi yigitlar, qizlar avvalambor hali bolalar, hammamiz ham bolalarmiz. Bitta fikrlar, o'zingizlar ichingizda istaginglar, tilaginglar bo'lsa, o'quvchilarga, o'qituvchilarimizga, ustozlarimizga biror narsa deydigan bo'lsangiz, keyinlar bichkidan gapinglar. Bu bizani bu hali tashkiliy qo'mitani bitta hali majlis vaqti. Keyin yo'lda yana qolgan fikrlarni ochib gapirsa hammasi joylar. Lekin bitta olib fikrlar bo'lsa aytinglar. Qani o'ktam biror narsa deyapsan. Qadrli ustozlar, ming rahmat sizlarni shu ko'rib turganimizga shukur, shunda yurganinglarga shukur. O'lganlarni Xudo rahmat qilsin, sizlarni salomat qilsin. Biza mana shuncha yildan beri endi sizlarni ko'rib turgan bo'lsak ham, lekin dilimizda, ko'nglimizda doimo sizlar bilan birga yurdik. Sizlarni maslahatinglar doim qo'llarimizda bo'ldi. Sizlarni bergan tarbiyalar bilan mana shu darajalarga yetdik. Masalan, ichimizda har bittamizni yetib bo'lmaydi. Bu oliy ma'lumotli, bu oliy ma'lumot emas. Hayotiy ma'lumotimiz hammamizniki oliy hozir. Hammamiz bola chaqamiz bor, hammamiz odobli, axloqli. Mana shu ichimizda hech kim narkoman bo'lib bir joyda yomon otliq bo'lgani yo'q. Hamma sinfimiz nomidan bilmadim, men ehtimol uzoqda bo'lganim uchun uncha eshitmagandim. Lekin kelganimda sinfdoshlarimning orqasidan doim so'rardim, falonchi yuribdimi, pistonchi qanaqa ekan deb gaplashib turganimda hammani yaxshiligini bilaman. Bizani sinfda yaxshi sinf yo'q deb bilaman. Chunki hammanglar bizga yaxshi odob o'rgatgansizlar. Hozirgilarni ham yoshlarni ko'rsak havasimiz keladi-ku, lekin doim men o'sha Begovatda eng uzoq joyda man ekanman, shu ichimizda yurganimda shu 89-maktab Qonobod nomini doim hammasi eslab turadi. Maktabda yaxshi o'qiganimni bilishadi ular. Mana institutlarni tamomladik. Hozirda endi qisqacha o'zim to'g'rimda gapiradigan bo'lsam, 14 ming aholiga poliklinika va 40 o'rinli больницani glavrachi bo'lib ishlayman. Shu paytda hammalari ish qilib minnatdor. Mendan minnatdor bo'lishgani, sizlardan minnatdor bo'lishgani. Xalq xizmatida yuribmiz, demak, sizlarning xizmatinglar ham men orqali ularga boryapti. Xudoya doimo mana shunaqa uzoq umrlar ko'rib, shunday yurishinglarni tilab qolaman. Avval o'g'il bolalar nomidan biror narsa deyapman. Men gapiryapman. Mana 30 yil o'tdi, ko'rishib turibmiz. 30 yillik mana qo'shniga hammasi bo'lib 40 yil bo'ladi mana. Birga katta bo'lgan paytlarimizga 40 yil bo'ladi. Orada mana ko'rishmaganimizga ham 30 yil o'tdi. Shu 30 yil ichida o'ylayman, hammamiz o'zgarib qoldik. Bunday qaraganimda hozir qarab turamanda o'ylaymanki, hammamiz o'sha ko'nglim hozir yosharib ketdi deyman endi. Hammamiz ko'rib turmanki, hali birorta bunday qaraganimiz yo'q aramizda. O'quvchilarimizda bo'lsa. Endi niyat qilaman, doim mana shunaqa yosharib yuraveraylik. Endi yosharganda yoshlar qayerga boramiz-ku? Hammamiz yaxshi nevaralar ko'raylik. Hozir bolalarimiz, qizlarimiz mana nevarali bo'lishdi. Bizlar hali sal tezroq qolib ketganmiz, men yetib boramiz. Sizlarga o'xshaylik, o'quvchilarga o'xshaylik. Shaharimiz bir bizni bo'lsin. Shu gap endi men qolganini Endi hurmatli domlalarimiz, o'quvchi ustozlarimiz, bizlarning sinfimiz hali yuqorida o'qishdan aytib o'tdi. Bir mashhur kishi yaratmadi albatta. Lekin o'ziga xos oila rahbarlari, oila boshlari, farzandli, shirklik yashash boshlagan mana o'shanisi. Begovatda, mana Xayri Dengobodda, Qo'shni respublikada, hozirda mana Qonobod ijod qilyapti, shaharda ijod qilyapti, boshqa viloyatlarda. Mana oramizda Usmonboy boshqa viloyatlarda ijod qilgan. Hammamiz ham kasblarni o'tkazib bo'ldik. Ularni qalb o'ylaganlari bor. Albatta, endi bizning yoshimizda ko'p narsa yerish mumkin, bizdan ko'p narsa yerish. Biz o'zimiz bilan tarbiyalangan, bizlarni bilimlar bilan yashagan narsalarni bundan beri yashaganlarni avvalama qilamiz. Shu yerda kichkina meetingimizni yuzlariga
ketdi rahmatli otaxon rahmat o'tib ketdi u boladan ulardan onalik qilmasin bolaga shu bir duo qilsak abdulaka sherda yaxshilar o'zi o'quvchilar qanchadan qanchadan o'qigan o'quvchilar hattoki mana bu yerda boshlanday shu bilan birga rahmat bo'lishsin rahmat endi mana domlalar ekan bu haqida qancha domlalar o'quvchi o'qitishdi bir yeta soat qilsak keyin bizni yoqib uchada berishadi bo'lsak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وما بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ukalarımızı, okalarımızı, göğütte uçlayanları, canına Allah rahmetli joyları cennetinde Allah'ım hem şartlarımızı, polisakalarda, koşaları, koşakaydı. Rabbim Allah'ı
Bolalarım yetişkine falan fotoğraflar. Bizden evlerimizden Orada mikrofon. Bu birinchi ish qo'ysinda bir avval ko'rsatgan gaplashamiz. Salom alaykum.
minib borgan. Qayerga boradigan bo'lgan. Ya'ni kuyovnilarni shoshib borasan. Har joylardan qolgan narsani beradi. Sovuq qolgan osh, xom pishiradi, piyoz qichilayadi. Yeysan, choyga to'laysan. Challarda borsang yesang gap qo'yadi, yemasang gap qo'yadi. Hamma narsa mo'l. Shoshilib o'tirib 12 soat ovqat yeysan. O'yin kulgi. Sizlar endi hammaylar mana qudandalaysizlar. Shunda bo'lganda kimdir agressiya kerakmi? O'yin kulgi qilish kerakmi? Yana qachon qaytib yig'ilamiz bilmadim. Avvalama xudo qo'ysin. Oramizdan odam xato qilmasinmi lekin mana. Hammamizdan 3 ta odam o'tiribdi. Har nimaga qanday bolalaydi? Ishonging kelmaydi. To'g'rimi? Unda bunda bir ot o'ydi. Ertagina ikkita hofiz to'yi bor ekan. Между прочим, Mazibaya man tanimaydi. Kecha 4 marta ko'rdim. Kecha 5 marta ko'rdim.
Hurmatli otaxonlar, hurmatli otaxonlar, hurmatli opaxonlar, hurmatli ustozlar. Mana shu bugun shunday bir ajoyib shohona dasturxon atrofida diydor, uchrashish va shu bilan birga 30 yildan keyin mana shunday bir-birlari bilan suhbat qurish, o'ylaymanki, bu judayam bir katta baxt. Albatta ki iloyim mana shu qatorilardan kam qilmasin, hamisha har bir yillarning xonadoninglarda yaxshi kunlar bo'lgan paytida, yaxshi to'ylar bo'lgan paytida sinfdoshlar hammaligi jam bo'lishaversin. Xudo xolisa oradan oylar o'tib, yana xudo xolisa hali yuqorida bu yerda ozgina gaplar bo'ldi, shu azga quloqim eshitilib qoldi. 40 yillikni ham bundan kattaroq qilamiz deb. 50 yillarni qilib, 60 yillarni katta bir restoranda o'tkazamiz deb planlar qilishyapti, xudo xolisa erkaklar. Albatta ki mana shunday niyatlar, mana shunday bir istaklar, shu bilan birga biz san'atkorlar sizlarni bugungi yubiley to'ylari bilan chil qalbimizdan tabriklaymiz. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin, hamisha xonadoninglarda yaxshi kunlar bo'lsin. Iloyim qatoringlardan kam qilmasin degan insonlar bir chiroyli qarsiylar emasdan chalib qo'ysinlar. Albatta ki bo'laymanki, har bir insonni xonadonida bir yaxshi kun bo'ladi-da. Albatta ki bugungi ko'rganimizning xonadonlarining bir to'y. To'yni egasi o'zi bir duo fotiha qilib, shohona dasturxonga va davrani ochib bersalar. Bir chiroyli qarsak bo'lsa, ilk tabrik so'zimiz davrani ochilishi uchun bir oyga davriy taklif qilamiz. Marhamat. Avvalambor sizlar aziz mehmonlar, bugun mana 30 yildan keyin mana diydor ko'rib turibman. Bundan xursandman. O'ylaymanki hammamiz xursandmiz deb o'tirganlar. Zafardan o'tgandan keyin bundan keyingi 40 yillarimizni, 50 yillarimizni ham ko'rishib yuraylik. Hammamiz mana oldlarimizda katta to'ylarimiz bor. Nevaralarimiz, xudo xohlasa nevarali bo'lib to'ylar qilaylik. To'ylarimizga ba'zi keldi qilib yuraylik. Xullas, hammaga yaxshi niyatlar. Kelganinglar uchun rahmat. Oxarin, xudo xohlasa mana davramizda ilk tabrik so'zlari, yaxshi niyatlar yangilanarkanki, albatta ki o'ylaymanki bugungi mana shunday bir xursandchilik san'atkorsiz umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugun ham sizlarning xursandchiliklaringiz, mana shodliklaringiz, o'zimizning xursandchiligimiz, o'zimizning shodligimiz bo'lgan, xalqimizning qalblaridan joy olib keladigan ajoyib xushobat xonanda, hammalarga tanish bo'lgan, xonadonlarda yaxshi kunlarda xizmatlari qilgan Shuhratjon Xudoybergan va Xon Obod guruhi va Kamina Kamtarin sizlar bilan bugun ham nafas bo'lamiz, ham fikrda bo'lamiz. To'ylab olaymiz. Marhamat.
barcha ham o'lmay yashashni doim aylarlar orzu. O'lmagan o'quvchilar, hurmatli ukalar, hurmatli singillar. Eshitsalar gapiring. Eshitmasalar 30 yil o'tib ketgan paytda ham ana hammangiz ko'zimga xuddi o'sha qazoq o'xshab turibsizlar. Kim o'qigan, kim o'qimagan. Kim parta orqasiga bekingan, kim oldidagi odam orqasiga bekingan. Chunki fizika, ximiya, matematika fanlari shunday fanki, adab bo'lmaydi u gaplar. Faqat aniq javob bersang, javob berding, javob bermading, javob yo'q. Ana shuning uchun hurmatli o'quvchilar, singillar, ukalar, mana oradan shuncha yil o'tdi. Biz uchun hali ham o'sha kecha 5 kun ilgarigi gap. O'sha so'z, o'sha tilak, o'sha sizlarga baxt, saodat o'sha paytda tilangan. Nima uchun urushilgan? Bu o'qi 10 yil umring bekor o'tmasin. Ota-onang seni jo'natgan shu maktabga. O'qigin bori, buni olib kelgin degan. Qurib qaytib kelmagin betga, demagan-ku. Bilsang bo'lmaydimi deb do'stlar oldiga turib qo'yilganlar, chirchiqdan ushlab kelingan kunlar. To'rtta baqasin jo'natardimda, borib olib kelardi oldiga hajar. To'g'ri aytadi. Endi ana o'sha kunlarni ketardi. Shuning uchun hurmatli sizlar, hammalarga omad. Mana hozirgi kecha kunduz mana masalan biz o'sha paytda sizlarni xuddi sizlarni yoshinglarda bo'lgan bo'lsak, o'sha paytda gapirgan vaqtlarimiz. Mana hozir bizni yoshimizda sizlar turibsizlar. Eng gullagan, eng gulkiragan, eng yoki ko'pirgan, eng qo'lda hamma ish keladigan, butun bola chaqani boqaman, nima qilsam quraman, nima olsam olaman degan vaqtlar kelgan payt. Mana vaqt hozirgi paytda mana qanchalik harakat qilsalar qoladi. Undan buyog'i tog'ni cho'qqisa sekin pastga harakat qiladi. Biz hozir
soyga yaqinlashib qolgan hali haligi cho'nqir nimaga suvga tushganimiz yo'q. Hali vaqt bor. Shuning uchun hammalarga sog'lik tilayman, omad tilayman, baxt tilayman. G'ildirak aylanib ketaveradi, davr qaytib kelaveradi. Lekin yoshlik qaytib kelmaydi. Shuning uchun sizlarga har doim omad tilayman, salomatlik tilayman. Bo'lajaqlarga bosh bo'linglar. Nima oldiniga niyat qo'yganman, niyatiga yetinglar. Hech kimdan kam bo'lmanglar. Ammo barqaror mana shu hayotda shu gurkirab yurishlarini men talab beraman. Hayotga yetib deb qo'yinglar. Marhamat qilaman. Hamma yaxshi yer. Sizlar ham bizlarni tarbiyalab o'stirib, hammamizni voyaga yetkazinglar. Ustozlarimizdan Yoqubjonov Ramzan akam, Mutalib Abdulla akam, Abdulla Noil akam, bir ustozlarim hammalarini Allohim tarbiyat qilsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari baland bo'lib, doim bizga bosh bo'lib yursin. Shularni tarbiyasini olib 1955-yili Vashington nomidagi 25-o'rta maktabni bitirib, o'qishga kirib ketdim. Mana Allohimga ming qatla shukrki, shunchalik o'zimni talabalarim oldida, ustozlarim oldida yuzim qora bo'lmadi. Hammalari sog' salomat, oilalariga bosh bo'lsin, hammalarini o'zlariga yetgan kasblari bor. Tanajonlari sog' bo'lib, umrlari uzoq bo'lsin. Yeli yurtimiz oson ishda bo'lsin. Yuraylarida nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Bola chaqalariga bosh bo'lib, uvali bo'lib, bular ham qari, xuddi bizga o'xshab yayrab, yashlab, bo'ylab turib yursin. Sihat salomat bo'lib, umrlari uzoq, ishlari baland bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Sizdan yurtga tinchlik, xalqqa xizmat, tani sog'lik, xotirjamlik so'rayman Allohdan. Hammaga salomat bo'linglar. 20-chi maktab bitta. Yes. Ben hayal yıkılmaz. Haydar baka. O'sha paytda 20-chi maktab. Ha, 20-chi maktab edi. 1955-yili 20-chi maktab edi. Ne atam Allah'ımga şükür, bir ustozlarga hammalari sog' salomat bo'lajaqasiga bosh bo'lsin, o'ynab Rahmat, endi to'xtatib. Mana shu davramizda bir harakatni keltirib beradigan umidaman. Niyatni tavsiya o'zingizlar boshlab berdilar. Endi raqsni ham o'zingizlar boshlab berasiz degan umidaman. Sen Sulton qonunni mendan boshlamoqchimisan? Albatta, tavsiya o'zingizlardan boshlaylik, albatta raqsni ham o'zingizlardan boshlaymiz. Marhamat. Ay, ikkalanglar o'ynaysizlar. Bir yaxshi niyatda. Marhamat.